Birga ish qilgan keldingmi? Yana kim keldi? Voy maşallah. Shaklanib kirib qolsa-da vallah. Biz o'tganki haftada qaysi darsni o'qidik vallah? Yaş bolalarninki bugun kunimizdagi eng chong imtihonni o'qidik. Yoshlarninki bugun kunimizdagi eng chong imtihoni qaysi bugun kunimizdagi? Ya'ni haromdan o'zini saqlash. Shundaqmi? Endi biz bugungi darsimizda o'tganki haftaga aloqador bo'lgan muhim bir mazmun haqida to'xtalamiz. U bo'lsa-mu tavba haqida to'xtalamiz. Hozirgi bugun kundagi imtihonni o'zimizni haromdan saqlash dedik. Bu bugun kunimizda haqiqatan qiyin. O'zimizni qanchalik aqlab baqili haqiqatan qiyin. Alloh taolo bizga rahmat qilish yuzidan xuddi o'quvchi imtihon maydoniga kirgan vaqtida o'chirgichni qishda ilib olganga o'xshash bizga bu imtihonda xatolashib ketsak, gunohga kirib ketsak, keynimizga yeniverish fursati berish uchun tavbaning ishkini o'chib qo'ygan. Chunki biz har qancha qilli inson bo'lganmiz, cho'qim xatolik o'tkazamiz, cho'qim har xil gunohlarga qarab solamiz, gunohlarni anglab solamiz. Payg'ambar alayhissalatu vasallam dedi, "Kullu bani adam xattoun" dedi. Har qanday insonning bolasi, ya'ni insonlar bo'ladi ekan, ko'p xatolashquchi dedi. Xatolashquchi emas, xattoun dedi. Ko'p xatolashquchi dedi. Agar biz faqat xatolashmasak, Alloh haromdan cheklabdi deb shu buyruq bilan o'zimizni butunlay haromdan cheklayoladigan bir iqtidorga ega bo'lsak, bizning ismimiz inson emas, farishta bo'ladi. Bizning shunda ba'zi bilib turib, uning xatoligini, haromligini bilib turib, ba'zi gunohlarga tushib qolganligimiz uchun bizning ismimiz inson. Ammo bir inson gunohga tushganligi uchunla abadiy hayotini qo'ldan bermaydi. Gunohga tushib, shu gunohdan chiqolmaganlik uchun, tövbega ahamiyat bermaganlik uchun oxirat hayotini qo'ldan berib qoladi. Xuddi bir odam suvga tushib, suvdan uzib chiqolmaganlik uchun tunjuq bo'lib qoladi. Dal shunga o'xshash, yoshlar xatolisizlar, cho'qim gunoh o'tkazisizlar, haromga qarab qolasizlar, haromni ko'rib solasizlar telefonlarda. Ba'zanlar hatto harom savdoga tushib qolishinglar mumkin. Bu sizlarning insonliginglar. Hatto takrar haromga qarab solishinglar mumkin. Har qatim gunoh o'tkazgan vaqtinglarda ichinglar şu mümkün, tövbe qilishinglarni o'ylaysizlar, lekin ajab takrar qildim deb Alloh kechirami degan bu xil ümidsizlikmi tushib qolishinglar mumkin. Lekin asla va asla ümidsizlikka tushib olmaydi. Biz ana shunda xatolashquchi inson bo'lg'achqa, bizning ismimiz inson. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Vallazi nafsi biyadi law lam tuznibu la zahaballohu bikum" dedi. Alloh bilan qasamki, agar sizlar xatolashmasanglar, gunoh o'tkazmasanglar, Alloh taolo sizni ketkizib o'tib bu dunyodan, bu koinotdan yo'q qilib o'tib, "Va la ja'a biqawmin yuznibun fayastagfirunalloh" dedi. Alloh taolo gunoh o'tkazadigan, ondan keyin o'tkazgan gunohiga tövbe qiladigan, istig'for aytadigan, Alloh taolo ularni kechirim qiladigan mushundaq bir xalqni, mushundaq bir kishilarni akagan bo'ladi deydi. Demak, biz cho'qim xatolashimiz, ammo asla va asla ümidsizlikka tushmaymiz. Alloh taolo tövbening nurg'un yo'llarini ko'rsatdi. Tövbe bizning ana shu gunohdan chiqishdagi nijotlik kimimiz. Biz emas, oltin davrida yashagan sahobalarni gunoh o'tkazgan. To'g'ri, sahobalarni gunoh o'tkazgan. Sahobalarning ichida haroq ichganlar bo'lgan, yomon ish qilganlar bo'lgan. Ammo ular shu gunohga petib qolmagan, shu gunohdan chiqa olgan. Alloh meni kechirmaydi-ku deb ümidsizlanmagan. Gunoh o'tkazdimi? Abadiy hayot bor, oxirat bor. Men darhol tövbe qilishim kerak deb shu hamon keyniga yana olgan. Masalan, bir sahoba bir kuni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'a nəhayət qayğırğan holda kirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam nima bo'ldi deydi. O sahoba hech qanday gap qilmasdan, "Ey Rasululloh, meni paklab qo'yinglar" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam berib Allohga istig'for et deydi. O sahoba, "Ya ey Rasululloh, meni yana paklab qo'yinglar" deb turib oldi. Rasululloh bu sahobaga tan jazosi beriladigan bir gunoh ish qilib qolmagan bo'lsaydi deb yana berib Allohga istig'for et deydi. "Nima gunoh qilding? Gunoh qildingmi? Adam bo'lmaydigan. Men Rasululloh qachon tutsam, qanday insonsan?" dedimi? Demadi. İnsanligini bilgachga Allohga tövbe qil, istig'for et dedi. Bu sahoba, "Ey Rasululloh, meni yana paklab qo'yinglar." Rasululloh, "Nimadan paklab qo'ymayman?" dedi. Bu sahoba, "Meni zina dedi." Rasululloh bu gapni anglab tushib ketdi. Hayron qoldi. Chunki o'zining hamrohlaridan, sahobalaridan bundaq ishning sodir bo'lishini Rasululloh asla xohlamaydi. Rasululloh uningki ko'z zinasini, ya'ni haromga qarag'anlikni, qo'l zinasini, put zinasini, ya'ni haromga manganlikni zina deb tushunib qoldi deb o'ylab, "La'allaka ghammasta aw qabbalta" ko'z qisib solgansa, qarab solgansa deb uningga boshqa kichik zinolarni ishorat qildi. O sahoba, "Ya ey Rasululloh" deb yana chang turdi. Chang turgandan keyin Rasululloh sahobalarga, "Ma hamrohning qishib berib, kurab baqinglar, erishib qoldimi, nerasidan ketdimi yoki saqmi?" dedi. Sahobalar qishib berib gap qilgandan keyin, "Ey Rasululloh, saqken, aqli sap-saq." Ondan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Bir narsa ichib soldimi yo?" dedi. Sahobalar bir ig'izni purab baqib, "Ya ey Rasululloh, hech qanday masxulg'ich ichimlik ichmabdi. Aqli shu joyida ekan." Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Azanayta, sen bu yomon ishga tushdingmi?" dedi. Bu sahoba, "Ha ey Rasululloh."
Agar bu sahabening oxirat hayotiga, abadiy hayotiga, o'lgandan keyingi hayotiga azob, do'zaxga iymoni bo'lmasaydi, hargiz o'zining qilgan gunohini Rasulullohning qishiga kelib, "Ey Rasululloh, men ma gunohni qildim" deb yumaydi. Tövbe qilay, haqiqiy gunohimdan poklanay deganni maqsad qilganlik uchun Rasululloh kelib, "Ey Rasululloh, men ma gunohni qildim, meni poklab qo'ysizlar. Bu dunyoda nomus olsinmi, u dunyoda mengu yashaydigan hayotimda men pok yashay" deb Rasulullohning qishiga gunohini e'tirof qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uningga berildigan jazoni berdi. Demak, Rasululloh uni gunohini poklab qo'ydi. Lekin bugun kunimizda bizning gunohimizni poklab qo'ydigan Rasululloh yo'q. Biz har qanday bir gunohga tushaylik, mayli harom qarab saraylik, cho'qim Allohga istig'for aytib, ikkinchi qatim qilmaslikqa bel bog'lashimiz kerak. Mayli o'zimiz ig'ir gunohlarga tushib ketgan bo'lsak-mu, aslo umid uzishga bo'lmaydi. Bir odam gunohga tushgan vaqtida umidsizlik qoplaydi. Birinchi qatim tavba qiladi, yana qilib soladi. Ikkinchi qatim tavba qiladi, yana qilib soladi. Takror qilaverdim. Endi mening qilgan tavbamning foydasi yo'q deb gunohini o'zini otdimi, shaytonning eng cho'ng xaltasiga tushgan bo'ladi. Allohning nazarida umidsizlikdanmi, Allohning rahmatidan umid uzishdinmi cho'ng gunoh yo'q. To'g'ri, harom ishlarimiz, haromga qaraganimiz, harom planlashganlarimiz, harom savdolarimizning hammasi cho'ng gunoh. Lekin Allohning mag'firati, Allohning kechirimi uningdan cho'ng. Bizning gunohimiz Allohning mag'firat dengizdagi bir tomchi. Hatto ba'zi gunohga mubtalo bo'lgan, ba'zi haromlardan o'zini tatamaganlar agar haqiqiy Allohga sig'inib duo qilib tilab tavba qilsa, ajoyib odamlarga aylanadi. Masalan, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sahobalaridan ichidan Abu Mihjan deydigan bir sahoba bor. Bu sahoba Rasulullohni nihoyat yaxshi ko'rdi. Bozorga kirsa, Rasulullohga bir narsa hadiya qilib ketibdi. Lekin bu sahobaning puli yo'qdi. Qanday qildi desa, bozorga kirib, shu Rasulullohga hadiya qilib kelgan narsani deyishib, "Men mening pulimni palanchaqda beray, pul topsam ham beray" deb nesiga olibdi. Elib Rasulullohga hadiya qildi uni kelib. Molning egasi qarz so'rab kelsa, Rasulullohni qashqa boshlab ketdi. Ana shu Rasulullohga hadiya qilgan. Rasululloh, "Sen bunga hadiya qilmadingmi bo'lsa?" "Hadiya qildim ey Rasululloh, ammo pul topib berami" debdi. "Bermadim" dedi. Uning pulini Rasululloh berdi. Bu takrar mushunda ahvol bo'lgan. Ya'ni bu Rasulullohga bo'lgan muhabbat edi. Lekin bu sahabimiz inson bo'lganligi uchun haroqdan iborat bu nejisqa kunab qolgan. Ajamagan. Rasulullohning davrida haroq ichib kelsa, uni poklab qo'ysizlar deb kelsa, 40 darir urdi. Gunohini poklandi. Yana ishlatdi. Rasulullohning vafotidan keyin Hazrat Abu Bakrning davriga kelgan vaqtida yana tashlayanmadi. Hazrat Abu Bakrning davrida haroq ichib keldi. Hazrat Abu Bakr 40 darir urdi. Yana gunohini poklandi. Hazrat Umarning davriga kelgan vaqtida endi sen bo'lamading deb uni Madinadan boshqa bir shaharga palvatdi. O palvatga vaqtida Madinadan bir jihad qo'shini Iroq tarafga Qodisiya urushi uchun Sa'id ibn Abi Waqqas boshchiligida manganligini angladi. Bu sahabe u palvatga yerdan shu qo'shinning orasiga qo'shilib oldi. Qo'shilib Iroqqa yetib bordi. Qodisiya qo'shini bilan dushman qo'shini qarama-qarshi kelib, eng avval yakma-yak elishga boshlaydi. Urushning qo'mondoni Sa'id ibn Abi Waqqas igizaga chiqib turib, urushni kuzatib turadi. Abu Mahjan degan sahabe shu urush maydoniga xumoliqidan bir ko'za haroqni bilib elib olganda bu sahabe. Sa'id ibn Abi Waqqas urushni kuzatib tursa, Abu Mahjan degan bu sahabe yo'q, berib kirib keladi. Oldida yakma-yak elishib olsa, keyinda chedirda haroq ichayotganligini ko'radi. Sa'id ibn Abi Waqqas, "Sening gunohing tufayli bizning g'albimizga chiqib ketdi. Buni bog'lab qo'yinglar bir chedirga. Urush tuguchuk bu chiqmasin chedirdan" deydi. Uni chedirga bog'lab qo'ydi. Ikki tarafdagi urush shiddat bilan boshlanadi. Qilich ovozlari, otning ovozlari hammasi anglab ketdi. Bu sahoba qilichning ovozlari, urushdagi tek bir sadolarni anglab turolmay qoladi. "Men bir jihad qilsam bo'ladi. Mushu jihad orqali gunohimni bir yuvasam bo'ladi" deydi. Lekin bog'laqdan bo'shanolmaydi. Oxiri yerdalarni davolayga chiqqan ayollar guruhi yandagi chedirda bu Sa'id ibn Abi Waqqasning ayolini "Ya Salma" deb to'g'li olib boshlaydi. Sa'id ibn Abi Waqqasning ayoli "Nim bo'ldi" dedi. "Meni ishib qo'ysam, men ana shu jihad maydoniga borib bir urush qilsam, gunohimni yuvasam, agar men urushni saq qaytib kelsam, o'zim mushaga kelib, o'zim bog'layman" deydi. Unamaydi Sa'id ibn Abi Waqqasning ayoli. U yig'lab turadi. Bu sahabe nəhayət o'tkir shoir edi. Cihatını köylep, özünün cihatqa bo'lgan ishtiyog'ini köylep, she'r o'qishga boshlaydi. She'r degan ajoyib ta'sir kuchli narsa-da. "Inna mina shi'ri la sihra" degan payg'ambar alayhisalom sehrning ta'sir qilish kuchi bor. She'rni o'qilgandan keyin Sa'id ibn Abi Waqqasning ayoli bo'pti, buni jihad ishtiyoqi bo'lgan ekan deb bog'laqdan bo'shib qo'ydi. Bu sahabe Sa'id ibn Abi Waqqasningki etini minib, yuzini raqti yo'gab jihad maydoniga otlanib ketdi. Urush nihoyat qizigan paytida ajoyib qahramonlik bilan urushudiki, sahobalar tunyanmay kimdi o? Ha, Parishdan birisi bizga yerdan bag'atga o'xshaydi. Kelgan kafirni ettin mollaqat küzüp yerga yiqitdi. Bu ajoyib ish oldu. Biz mo'jizani ko'rdik deb hayron qoladi. Urush tugaydi. Sa'id ibn Abi Waqqas uyga qaytadi. Ayoli urush qanday oldu deb so'raydi. Sa'id ibn Abi Waqqas, biz nihoyat shiddatli hal qilg'uch payt tug'an vaqtida Allohning yordami keldi. Parishta deb o'ylayman. Birisi keldi, u kelgan kafirning hammasini yerga tushirdi. Ajoyib qahramonlik bilan urushdi. Agar men Abu Mahjan bag'laqda bo'lmagan bo'lsa, uning siyoqidan, uning kunishidan mushu deb o'ylab qoldim. O'shaning kunishi bek o'xshaydi dedi. Ayoli, "Sa'id, bu parishta emas. U Abu Mahjan. U
shunday yaldirib turibdi. Men uni qo'yib berdim. U jihad maydonida ana shunday qahramonlik bilan urush qilib, yana qaytib o'zini bog'lab o'ltadi. Sa'd ibn Abi Waqqas keşke nayt xursand bo'lib, "Ya Abi Muhja, ana bunday haraq qilsang, men seni qamchilamayman, darir urmayman" degandan keyin nayt ko'nglim bo'lib ketdi. Alloh bilan qasam, andan bunday haraq qilmayman. Chunki ilgari haraq qilsam, meni darir urib, gunohimdan paklab qo'yatding. Endi sen bunday meni darir urmayman deding. Endi haraq qilsam meni paklab qo'ymaydi ekansan. Alloh bilan qasam haraq qilmayman deb. Shuningdan keyin haraqni tashladi. Demak, sahobalar inson bo'lg'achqa ana shunday ba'zi gunohlarga tushgan. Lekin u gunohga petib qolmagan, u gunohdan chiqa olgan. Tabi'lar davrida Malik ibn Dinar degan bir kishi o'tgan. Bu ayni davrda Qur'onni ko'paytiradigan basmachi ishi bo'lmag'achqa Qur'onni qo'l yoziq orqali ko'paytirdi. Sahobalardan keyingi tabi'lar davrida Malik ibn Dinar degan kishi zohidlikda misol keltiriladigan kishi. Islom tarixida kim zohid desa Malik ibn Dinar kishilarning esiga keladi. Bu asli burunli tarafida taqvo kishimi? Yo'q. Malik ibn Dinar o'zining tavba qilish hikoyasini so'zlab berib deydi. Malik ibn Dinar haraqni nayt ko'p ichadigan mushundaq kishi ekan. Bu odam to'y qiladi ekan. Alloh taolo bu odamga bir qiz farzand beradi ekan. Qizning ismini Fatima qo'ydi ekan. Bu odam qiziga shundaq omroq tikkanki, nayt oylab beqib cho'ng qildi ekan. Qizi 3 yoshga kirgan vaqtida qizi ushtum tut vafot topdi ekan. Qizning musibati bu odamga nayt ig'ir kelib, haraq texmi xumolab ketdi ekan. Texmi zaboy, kechimi kunduz ichadigan mushunda bo'lib ketdi ekan. Bu odam bir kuni uxlab tushida qiyomat qayyum bo'lib tush ko'rdi. Dengizlarning hammasi o'tga aylangan. Nayt dahshatlik atrofidan o't qo'g'lab kelayotgan. Mushundaq bir paytda keyin ajoyib cho'ng yilondan birisi qo'g'lab keladi ekan. Bu odam qochadi ekan. Oxiri nayt ojizlab qolgan bir boyning qishiga kelib to'xtaydi ekan. Bu Malik ibn Dinar tushida u boyga meni qutqizib olsang, u yilondan meni qutqizib olsang deydi ekan. Bu boy mening ahvolimni ko'rib turibsan. Mening ahvolim nayt ojiz, kuchsiz bir odamman va unga tenkilanmayman. Sen oldin qarab yugur, balki u yerda seni bir qutqizib olishi mumkin deydi ekan. Malik ibn Dinar yana yuguraydi ekan, yana bir boyning qishiga quchaydi ekan. U boymi nayt ojizlab ketgan. U boyga o'xshash meni qutqizib olsang deydi ekan. U boymi mening ahvolimni ko'rdi. Men nayt ojiz, seni qutqizolmayman, lekin tarafga borsam, shu yerda seni qutqizadigan birisi bo'lishi mumkin deydi ekan. Malik ibn Dinar yuguraydi ekan, yugursa bir vodiyda nurg'un ushaq bolalarni ko'rdik. Shu ushaq bolalarning ichidan vafot topib ketgan 3 yoshli qizi Malik ibn Dinarni ko'rgandan keyin dada deb yugurib keladi ekan. Shundaqla u qo'li bilan keyin qo'lab kelgan yilonni ittirib o'tadi ekan. Malik ibn Dinar dedi ekan: "Ey qizim, u keyin qo'lab kelgan kim?" dedi ekan. Qizi: "Ey dada, keyin qo'lab kelgani sening dunyodagi yomon amallari. Seni qutqizolmagan qari boylaring bo'lsa, sening qilgan ozroq yaxshilaring shundaq ojiz, yomon ishlaring ana shundaq kuchib ketgachga seni qutqizolmaydi. Agar men 3 yosh vaqtimda, kichik vaqtimda vafot bo'lib ketmagan bo'lsam, seni bu azobdan qutqizadigan hech kim bo'lmaydi" deb Alloh taolaninki "Alam ya'nilillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah." Allohning zikriga qalbning eriydigan, gunohdan yanadigan vaqt kelmadimi degan bu oyatni o'qiydi. Malik ibn Dinar bu oyatni anglagandan keyin yig'ilgan holda uyg'onib ketdi va qattiq chuchib, "Men o'zimning yaxshi amalni urqutib o'tibdiman. Mening osh qizim menga tushum orqali bishorat beribdi" deb tavba qilib, butunlay yaxshi odam bo'lib ketdi ekan. Hatto zohidlikda misol keltiriladigan Malik ibn Dinar deb turg'i yasanlarmi, islomdagi eng zohid, taqvodor kishi deb taraflanadigan mushundaq kishiga aylangan. Demak, inson ana shundaq xatolashi mumkin, ana shundaq zaboy bo'lishi mumkin, boshqa bir narsaga xumo bo'lishi mumkin, lekin o'ziga savol qo'yib, bu hayotning qisqaligi, do'zax azobi asliga vaqtida tavba qilmaslikka hech qanday bahona yo'q. Ham u odam agar iroda bog'lasa, ilgirki holatidan bir yaxshi odamga emas, isloh qiluvchi, muslih odamga aylana oladi. Buning misollari bugungi kunimizda nihoyat ko'p. Masalan, bu odam Italiyadagi eng xatarlik mafiyaning boshlig'i. Qurol atkazchiligi, uyushtirucu, bütün yomon ishlarning hammani qiladigan odam. Pul, kuch, hatto hukumatlarning ba'zi ishini mush odam orqali qiladigan kishi. Bu odam nurg'un qatim qaslash kuchurgan, ammo o'zi saqlagan. Bir qatim qaslashda ma yandagi o'g'li o'lgan. Bu bir o'g'li bor ekan bu odamninki. Yandagi o'g'li o'lgandan keyin bu odam mening pulim tursa, kuchim tursa, odamlarim tursa, ajab o'zimning bolasini qutuldirolmadim deb o'zining ajoyib bir ojizligini his qildi-da. Inson ba'zi vaqtda kuchlangan vaqtida, pul topgan vaqtida o'zini bir xil kuchli, hech narsaga ehtiyoj emasdek his qilib qoladi. Lekin uning shunda Alloh taolo ba'zi bir musibatlarni beradi, u musibat orqali inson o'ziga keladi. Dal mushu kishi o'g'lini vafot bilan o'zini qattiq o'ylangan. Bak ojizganman. O'zimni o'g'lini qutuldirolmadim. Pulim bor, kuchim bor deb bu odam turmaga aylangan. Shu voqeadan keyin turmada izlangan. Bir qancha qatim izlanishdan keyin hamma dinlarni, xristian dini, yahudi dini, hamma dinlarni izlanish orqali islom dinida qanoat topib islomga kirgan. Bu haqda dunyoda nihoyat ko'p ta'sir qo'zg'agan bir odam. Bu musulmon bo'lgandan keyin gazetlarga hamma yerga chiqib bir mafiyaning boshlig'i, hamma mashina qilgan odam. Demak, iymon bir odamni qanday o'zgartirdi? Mana shunda atkazlik ulamdi, haraq ulamdi, hamma mashina qilgan odamdan bu odam butun xayr saxovat qiladigan, ojizlarga tomoq taqtiradigan oshxonachilik bu odam. Undan boshqa bu odam arab dunyosida chaqnagan bir cho'lpon, Adham Nablisi deymiz. Bu odam naqshchi, anda Sami Yusuf, Marzan o'sha naqshchi emas. Eng uchuq, eng qalaymaqan naqsh aytadigan odam. Bu bola hayotning eng farog'at, eng yaxshi yashayotganlarning birida. Facebook
TikTok'mu yoki Twitter'mi esimde qolmapti. İkisining birida bir oyat ko'zga chaliqdi. Ya laytani qaddamtu li hayati. Kaşki men hayotim uchun bir ishlarni qilib olgan bo'lsam degan bu oyat uchraydi. Bu bola mushu oyat uchragandan keyin bir cho'chiydi. Necha qatim anglaqliq, ammo u qatim boshqa bir cho'chiydi. Chunki biz o'lgandan keyin yo'q bo'lamiz, hayot mushu deb o'ylaymiz, shundaqmi? Ammo bu oyat nima deydi? Odam o'lgandan keyin ya laytani qaddamtu li hayati. Hayotim uchun bir ishlarni qilib olsam bo'pti-kan deydi. Demak, o'lgandan keyin de hayotlikning endi boshlaganligini bilamiz. Ma hayotning bir tush ekanligini, ko'zni yumib ochqocha o'tadigan bir maydon ekanligini his qilamiz. Xuddi chet elga qo'rqol chiqib qolganlar, kashki chet elga pulimni chiqib olgan bo'lsam, mol mulkimni chiqib olgan bo'lsam deb pushmon qiladi-ya. Oshunda pushmonning cho'ngini o'lgandan keyin qilamiz. Kashki mushu hayotimga jiqroq pul yo'llab olgan bo'lsam, mushu hayotim uchun jiqroq ishlarni qilib olgan bo'lsam, hayotlik de endi boshlandi ekan deb hammamiz shu pushmonni qilamiz. Mana bu bola shu oyatni o'qigandan keyin qayt o'ynash orqali butunlay naqsh sohasidan voz kechgan. Buningki masalan YouTube kanalida qancha bot ekan? 4 million 300 ming yaqin. 100 milliondan ortiq tinchiladi bu naqshi. Ammo hozir YouTube kanalini qarab baqadigan bo'lsak, qancha video ekan? 2. 400 naqshi odam bu. Men o'lib ketadiganman, pushmon qilib qolmay, bu hayot vaqtlik ekan deb buni turib ketgandan keyin kanaldagi butun naqshlarning hammani yuvib etganlik. Sizlar bilasizlar, u YouTube'dan 4 million abonent var degan qanchalik kirim qilganligini. Hammasini voz kechib, butunlay yurib, birinchi videosida o'zidanki bundan keyin butunlay naqsha etmaydiganligini e'lon qilgan. Bundan keyin men bunda harom naqshlarni etmayman deb o'zining tövbesini e'lon qilgan. Ikkinchisi ham ümidsizlikka tushgan, gunohga pitib qilib, endi meni Alloh kechirmasmikin degan ümidsizlikka tushganlarga qarata shunday oyatni o'qib chiqiribdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Deydi, ey gunohni ko'p qilaverib, o'zga zulm qilgan bandalarim. Qur'ondagi Allohning oyati. Odatda gunohni ko'p qilganlar o'zini do'zaxga tashlaganligi o. O'zini o'tga yoqqanlar o'zga zulm qilgan bilan bo'lmamdi. O'zga shunday zulm qilgan bandalarim, gunohni qayt qilavergan bandalarim, la taqnatu min rahmatillah. Ana shunda sizlar ko'p gunoh qilgan bo'lsangiz, yana Allohning rahmatidan umid uzmanglar. Innalloha yaghfiruz-zunuba jami'a İnnehu huvel gafurur rahim. Allah mağfiret qiluvchi va mehribondir. Demek bütün mal dünyasını, rahat paragat götürmüşünü, hemmisini ebedi hayat için değişken bir yigitninki bugün günümüzdeki tek örnek. Bu bizninki Uyghur cemiyetimizde bir cık bulağlar. Nurgunu xatiremeyen boğaçka bilmeyimiz. Mesela ma yigitni tunislar kim bana? Kim bilemsizler? Bilmeysizler. Abdülhalil Mecid ismi. Olciden 1997 yılı 2. ayının 5. günü Ramazan ayında 27. gecesi Olcideki 5. Fevral inqilabını qozğan yetekçi yigit. Bu yigit kichigini tatib dini ailde çoğulab taqvadır Qur'an yadılıb andan keyin mushunda ishni qilganma? Yo'q. Bu Oljininki Tungan mahallesida tug'ilgan. Tungan mahallesida tug'ilgachqa Xitoy maktabida o'qib 7-sinfgacha Xitoy maktabida o'qigan. 7-sinfdan keyin ishga kirib tijorat qilganlar. Ammo shu vaqtda Oljidagi yoshlarni vayron qilish maqsadida ilib berilgan apyon, oq mushlarni azon setib Oljidagi yoshlarning hammasi oq kunab ketgan. Shu ishda bu balami oq kunab qolgan. Ig'ir darajada oqqa muftilo bo'lgan. Ammo oq chekkan bo'lsa-mu qalbida yana mundaq bo'lsaq bo'lmaydi deydigan munda bir ruhni yo'qotmagan. Shunda oq chekayotgan mezgillarda shu yerdagi Abdushukur Ajin deydigan bir imomninki da'vati bilan biz dunyoda mushunda oq chekib o'tib ketadigan bir millatmi? O'lgandan keyin nega boramiz? Deganga o'xshagan mush savollarni o'ziga qo'yish orqali qat'iy iroda qilib tavba qilgan. Tavba qilib ajoyib bir notiq yigitga aylanganki, Mashrabni G'oljida qizitgan yigitlarninki birisi. Shundaqla atrofiga nurg'un yoshlarni to'plab tarixda nom qo'ygan 5-fevral markazini qo'zg'agan yigit. Demak, ilgari nima qilgan yigit? Oq chekkan yigit. Ümidsizlikka yo'l bormikan? Nurg'un o'rnak bor. Demak, qanchalik gunohga petib ketgan bo'lmayli, tugishashga, sulishab ketishga, endi biz tugashdik, bizlarning qo'ldan ish kelmaydi, asla deyishga olmaydi. Texi menda gunohga tushib ketib tavba qilganlar texi eng ilg'or kishilarning qatoridan bo'lib ketadi. Shuning uchun hargiz gunohni kichik sanamayli. Agar gunoh qilgan bo'lsak, tavba qilaylik. Bu imtihon maydonida imtihon qog'ozini topshirib qo'yguchilik tavbaning kuchga ega. Ammo imtihon qog'ozini topshirib qo'ygandan keyin, bu jonni Allohga taslim qilib qo'ygandan keyin, jon halqumi kelgan vaqtda tavba qilganimizning hech qaysi
kuch ega olmaydi. Chunki jon halqum kelgan vaqtda butun kofirlar hammasi iman etadi. Perishni ko'rdi ya, shu vaqtda hammasi iman etadi. Ammo u vaqtda esa emas. Fir'avnni so'g'ib g'arq qolgan vaqtda iman etdi, lekin qabul qildimi o? Qabul qilmadi. Demak, hammamiz hayotgan, hammamiz yashgan, imtihon qog'ozida qo'limizda uchurgichimiz bor, ya'ni tavba bor. Tavba qilsak, Alloh taolo hammamizni gunohini mag'firat qiladi. Hammamiz inson, hammamiz xatolashquchi, lekin xatolashquchilarning eng yaxshisi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek at-tawwabun, tavba qiluvchi. Alloh taolo Qur'on Karimda innalloha yuhibbut tawwabin. Alloh taolo tavba qilgan bandalarni yaxshi ko'radi. Demak, hozirdan boshlab har qaysinglar o'zinglar xumo bo'lgan, o'zinglar mubtilo bo'lgan bir gunohni men bu gunohni tashlayman deb niyat qilinglar. Inshaalloh o'sha yerdagilar hammamizningki go'zal duolar bilan shu gunohni saqlag'ini nasib qilsin. Tavba qiluvchilarning qatoridan qilsin Alloh taolo. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.